Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Yaxshimisizlarmi, yaxshi dam oldinglarmi? Barchalarga xayrli tong. Mana bugun 2026-yil 15-avgust Andijon avtomobil bozoridamiz. Munduzda muzikalarni eshitdik, Shavkat tog'am qo'ydi. Hayot boshlandi. Savdolar yaxshi. Bugun shanba bo'lishiga qaramasdan ertalabda odam ko'p. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana. Hozir yo'llarga mashina qo'yib olmaymiz, yo'lda ochib qo'yamiz akalar. hozir Shavkat tog'am gapirib 12simiz bor 2025. Arendaga beriladi, kerak qilmaslik sharti bilan. Shavkat tog'amning Kerak gapirishdan qilmaslik sharti bilan. eshitdik. Oldindan zarubi bor. 2025 12. Rangi oppoq, qalb rangda. Arendaga beriladi. Qalb rangida. Odamni ko'rdinglar-a? Hali 9 bo'lgan yo'q. Odam serob. Bugun shanba. Yakshanba ham emas, mashina ham yaxshi. Endi Radiomizimiz yonida jeytlar bor, kuboklarimiz bor. gapiryapsiz. Radiomizimiz yonida bitta pasportga nomiga chiqarib bankka beriladi. Oluvchining istoriyasi toza bo'lsa bo'ldi. Mana Radiomizimiz yonida kuboklarimiz bor, jeytlar bor. 12lar bor, trikir bor. Bitta pasportga nomiga chiqarib bankka beriladi. Istoriya toza bo'lsa bo'ldi oluvchini. Nizomiddin ukamiz radiomizimiz yonida. Kelinglar akalar. sherigim bo'ladi, Mansur hoji. Qazaqlar, videoga qo'ying. Dom bor, ijaraga beriladi. Oilali odam bo'lsa ijaraga beramiz. Mana Ikkita domimiz bor. Voy qoratib. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 167 ming kilometr yurgan Nexia 2miz Sonus Lux konditsioner. Ilhomboy aka, siz videoga olib qo'ymaymi? Men TikTokka. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Sonus Lux konditsioner. Kirashkasi aziz vatandoshlar, bizga aytganini sizlarga aytaman. Ikkita doroza ikki tomon teng yopilib bo'lib turib, ikkala tomoni bir xil. Shu orqa eshikda u oxirida chiqgan petno tushgan ekan. Ikkala eshikka orqa u yoqqa ham bu yoqqa bir xil. Doroza yopilib ketgan ekan. Oldik akalar, hozir oldik mana o'zimizning Shahrixonning mashinasi. Mana shu mashinaga kimdir Andijon shahrida Belinskiy ko'cha, Mashriq ko'chada hozir olsa 4000 oilali odam bo'lsa ijaraga beriladi. 4200 dollarga beraveramiz. Mana shu bozorimiz yonida. 90lik 217 3077 93lik 577 76 79. Telefon qilsanglar, hozir baraka desanglar, mashinani qulplab qo'yaveramiz. Mana o'zimizning Nexia 3imiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Kirashkasi bitta oldi kriloda bor, o'ng qo'l tomonda. Buni kilometr 137 ming yurgan. Motor, ходовой, korobka o'ta ham go'zal ekan. O'zimiz minib yurdik mana bir hafta. Narxi aziz vatandoshlar 6900 dan ham yengil tushib beraman. Yengil. Telefon qilaverasizlar aziz vatandoshlar. Ballonlari ham hamma yo'g'i zo'r ekan, ammo yurish-turish ichki holatlarini ko'rsatib qo'yaveraman. Mana ichki holatlari. Buni bir hafta bo'ldi olganimizga. O'tgan bozor ham olib chiqdik. Boshqa mashinalar sotilib ketdi, bu sotilmagan, minib tushib ketganmiz. Kimga xuddi shunaqangi razmerda kerak bo'lsa, Nexia 3 kerak bo'lsa, o'rtoqlar telefon qila olasizlar. Xohlasa kelishtirib beramiz. Agar 1000 so'm, 1,5 ming dollar pulinglar yetmay qolsa ham, bir oyda beraman, 2 oyda beraman desanglar ham kelishilaveradi aziz vatandoshlar. Agar bir oyda beraman desanglar, narxi 1000 so'm ham farq qilmaydi. Naqd pulga nechta pul sotilsa, bir oyda bersangiz qolganini shu naqd pulni berasiz. 1000 so'm ham zazor bo'lmaydi. Shunisiga ham hurmatli vatandoshlar, kim mashina olsanglar, mana shu mashetiga bir e'tibor berib qo'yasizlar vatandoshlar. Mashina olyapsizmi? 10 ming dollar mashina olsangiz, 7 ming, 8 ming dollar pulingiz bo'lsa, misol uchun 2 ming dollar pulingiz yetmasa, 10 ming dollarlik mashinaga qolgani 20 kun, bir oyda bo'ladi. aka desangiz, 10 ming unda 10200 bo'lib qoladi, 10300 bo'lib qoladi desa quloq solmanglar akalar.
10 millimi 10 milli. Bir oyga hech qanaqangi zazor bo'lmaydi. Shu narsani juda ham ehtiyot bo'lasizlar. Men juda ko'pini ko'raman. Hashariy yo'llarda oshib qo'yamiz akalar. 7 milli mashinani 7300, 7400 yo'llarga boshqa qo'ymayman. Yo'lda toza. ga baraka qilgan bo'ladi. Iltimos sizlardan akalar. 2000 pul yetmaydi ekan u desam, qolgani variant bo'ldi-da deydi. Asosiy yo'llarga boshqa qo'ymayman. Aziz vatandoshlar, Yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilamiz. 1-2000 dollar Akalar, pul yetmasa, Bozorda bironta mashinadan endi gaz hidini sezib qolsangiz, gazga aziz vatandoshlar, mana shu joyga nihoyatda hushyor bo'lasizlar. Ko'rib hayron qolasiz. 7000 lik mashinani 7300, 7200, 7400 ga olgan bo'ladi. Ha desiz, ha pulim yetmadi, variant qildim deydi. Qachon berasiz qolgan desiz, bir oyda bo'ladi deydi. Aziz birodarlar, o'rtoqlar, akalar, ukalar, holatiga qarab 10 millik mashinaga 2000, 3000 yetmay qolsa, bir oyda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Shuni bilib olinglar. 20 millik mashinaga 5000 dollar yetmay qolsa, bir oyda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Shuni bilib olinglar. 5 millik mashinangizga 1,5 ming yetmay qolsa, 2000 yetmay qolsa o'zgarish bo'lmaydi bir oygacha. Ashnasiga hushyor bo'lasizlar, aziz vatandoshlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Yangiliklar bo'lsa, hamma mashinaga sizlarga ilinib turamiz, aziz vatandoshlar. Sog' bo'lasizlar. Mashinalarni olib keldingizmi, qatoriga qo'ying.